Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri avlodlar to'rbetiga xush keldingiz. Men Nuriya Rahman. Bugun men Gretsiyaning Paros orlidagi Nausa degan kentda. O'tgan qitimliq programmamizda deb o'tganimdek, bu qitim men dangliq olimimiz marhum Abdushukur Muhammad Eminning Arifnoma degan kitobiga yozilgan go'zallik ve güzellik terbiyesi hakkında degan temadagi bir yurish asarlarni hozirlarga sunishni planladim. Bugun xarakteri ve xarakter güzelligi degan temadagi asarni o'qib beraman. Xo'sh. Xarakteri ve xarakter güzelligi. Xarakteri nuqul adabiyot tadqiqotidagi yoki badiiy adabiyotdagi personaj xarakteri bo'lmasdan, balki insonning tut ijtimoiy alomati, ijtimoiy mohiyati va qimmatining markazlashgan ifodasi. Xarakter har bir konkret kishiga nisbatan konkret bo'ladi. Ijobiy xarakterlik yoki salbiy xarakterli kishilar bir-biridan farqli xarakter, individuallikqa ega. Xarakter har bir kishining kishilik turmush qarashi, pozitsiya sistemasi va faoliyat shaklining bir butun tuzilmasi va ifodasidir. Har qanday kishining o'z xarakteri bo'ladi. Xaraktersiz kishi yo'q. Ammo kishilarning xarakteri bir-biriga o'xshamaydi. Lekin bir shaxs uchun aytganda, xarakteri go'zalligining bo'lish bo'lmasligi va uning go'zallik jihatdagi qatlam darajasi asosiy masala. Albatta, adabiy ijodiyatda personaj xarakterini yaratish va qanchalik darajada yorqin yaratishmi bir masala. Bu ijodiyatdagi mahorat masalasi. Xarakter go'zalligi bir baxt. Xarakteri go'zal kishi bilan tonishish, suhbatlashish, ulfatlashishmi bir baxt. Xaraktersiz muhabbat va nafratni tasavvur qilish mumkin emas. Xarakter konkret kishining konkret alohidligi sifatida shaxsning hayotiga, oila turmushiga, bolalar tarbiyasiga, ijtimoiy turmushining hamma tarafiga salmoqli holda ta'sir ko'rsatadi. Xarakter go'zalligi har bir konkret kishining so'z va harakati orqali o'z ifodasini topadi. Xarakteri konkret kishining konkret alohidligi sifatida shaxsning hayotiga, oila turmushiga, bolalar tarbiyasiga, ijtimoiy turmushning hamma tarafiga salmoqli holda ta'sir ko'rsatadi. Shef chiroyli sayrab ketding o'qish. Xarakter go'zalligi har bir konkret kishining so'z va harakati orqali o'z ifodasini topadi. Xarakter go'zalligi oila a'zolarining o'rtaq baxtiyorligining muhim kapolati. Oila a'zolarining xarakter go'zalligi o'xshash bo'lmasligi mumkin, ammo ularning birarsida bir qadar yuqori qatlamdagi xarakteri go'zalligi bo'ladi ekan, uning ulgulik ta'siri va ta'sirlantirishi tufaylidan oila g'ovg'olari ma'lum kichik yoki qisqa doirada saqlanishi mumkin. Ro'shanki, xarakter go'zalligi farzandlarni fazilatlik, yaramliq qilib tarbiyalashga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Xarakter go'zalligi g'oyat zo'r ijtimoiy qimmatga ega. U shaxsning kollektiv bilan, jamiyat bilan aloqa bog'lashidagi muhim bir vosita. Bir davr kishilarning qandoq xarakterda bo'lishi jamiyatning shu davrdagi ma'naviy sifatlari, gullanish va tushkunlashishi bilan aloqador. Ijtimoiy muhit bilan inson xarakterining munosabati bir-biriga ta'sir ko'rsatish munosabatidan iborat. Xarakter go'zalligi butunlay tug'ma narsa emas. Uni tarbiyalash, mashq qilish orqali yetildirgili bo'ladi. Xarakter qon bilan kirgan, jon bilan chiqadi degan qarash idealizmli qarash. Ammo xarakter go'zalligi bir qitimdala shakllanadigan narsa emas.
Bir qadar go'zal xarakterning ba'zi bir sun'iy so'z, harakatlar bilan maydonga kelishi mumkin emas. U uzun muddatlik o'rganish, o'zlashtirish, o'z-o'ziga haydakchilik qilish, ruhiy dunyosida zurur kurashlarni qilish qatorliqlar asosida tadrijiy maydonga keladi. Yoshlik davri xarakter go'zalligini yetishtiradigan halqiliq payt. O'tir yoshlik va qiyirlik davrining xarakter go'zalligini julalandiradigan to'limi muhim davr ekanligi shubhasiz. Maqramsa kitob o'qish munberimizning hurmatli mushtarlari. Bu qitimliq kitob o'qishimiz mushagicha bo'lsin. Kelar qitimliq programmamizda ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Assalamu alaykum. Hazır ben Gretsiyaning Paros aralida. Bu aralda bir necha kentlar var. Aytim chiroyli. Shunga har qitim kelgan vaqtimda bir necha kentni bir aralab chiqaman. Hozirgi turgan o'rnim Pesolivaldi degan bir kichik kent. Albatta bu kentliklar faqat sayohatchilar bo'libmi yoz faslida keladigan sayohatchilar bilan kunni o'tkazdi. Albatta baliqchilik degandek ishlar taraqqiy qilgan bu yerlarda. Bu kichik bir kent, lekin shunga bir ko'z o'tib ketdi. Bu yerdeki öyle asasen mahallekilerde, asasen mehmanxonalar. Şu yazlarda turadi bu yer olmasa, kış fasllarida odamlar yo'q deyarlik.
Merci.